20 mart Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Reuters agentligining yozma savoliga javoban Xitoyning mushoyining oxiri Yevropa ittifoqi diplomatlarini Sharq Turkistonni ziyorat qilishga egizcha da'vat qiladiganligini bildirgan. Xitoy tarafining javobida 100 anglagandan bir ko'rganning a'lo ekanligi, Yevropa diplomatlarining Uyg'ur rayonidagi har millat xalqining tinch va baxtli yashayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rish uchun o'zlarining bu ziyoratni o'rinlashtirishni to'g'ri topganligini eskartgan. Ammo Yevropa ittifoqining Beijingda turishliq diplomatlarining ko'pinchisi bu taklifga qarata texnik pozitsiya bildirmagan. Reuters agentligiga nomsiz ifoda bildirgan bir diplomat Xitoyning bu ziyoratni o'zlarining tashviqoti uchun foydalanib ketish ehtimolligidan, Turkistonning qayerlarini ko'rsatib, kimlar bilan ko'rishtirib, nimalarni degizdiganligidan andish qilayotganligini bildirgan. Chet ellik diplomatlarning Sharq Turkistonga qarata ilib borgan ilgirki ziyoratlarining oldin tayyorlangan sahna va o'rinlarga ilib berilganligi va tekshirishning mustaqil bo'lmaganligini eskartgan. Yana bir diplomat, agar bu ziyorat rayondagi lagerlarni qo'llashdak bir ta'sirot berib qo'yadigan ish bo'lsa, bundaq bir ziyoratning hech bir ahamiyati yo'q degan. Shuning bilan bir vaqtda Reuters agentligining bugungi xabarida 20 mart dushanba kuni Xitoy raisi Xi Jinpingga hamroh bo'lib, Yevropa 3 davlatda ziyoratda bo'layotgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan bir yo'silda bo'lgan tushlik tamoqda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni kuchaytirish haqida hayajonlanib so'zlayotgan bir paytda Yevropa diplomatlari gapni kishilik huquq masalasiga yo'tkab, uningdan nima uchun buncha ko'p Uyg'urning tutqun qilinganligini so'raganda, Xitoyning cho'ng bir davlat ekanligini, bir qism shaxslarning shikoyatlaridan saqlangan bo'lmaydiganligini tilga olgan Wang Yi, Sharq Turkistonda qo'llanayotgan bexatarlik tadbirlarining Uyg'ur millatiga qartilgan bo'lmasdan, balki asabiylikni tugatishni nishon qilganligini eskartgan. Bu suhbatning mazmunini Reuters agentligining muxbiriga oshkorlagan Yevropalik diplomat Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining bu chaqda bu ishlar nima uchun bunchalar bosh qatursilar deb qaqshiganligini bayon qilgan. O'tgan yili Beijingdagi 10 dan ortiq g'arb diplomatlari Xitoy hukumatiga maktub yo'llab, Sharq Turkistonni ziyorat qilish va atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikomining sekretari Chin Chuango bilan vaziyat haqidagi andishlar ustida so'zlashishni talab qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bu maktubga javob qaytarmagan. Amerika Alam qatnashi idorasining mutaxassisi doktor Erkin Sidiq bilan Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi doktor Rishad Abbas qatorliqlar Yaponiyaning Tokio shahrida turishliq Yaponiya Nuruz akademiyasining uyushtirgan doklad berish yig'inida qatnashdi va ularning qo'llab-quvvatlashiga erishdi. Mazkur yig'inda Erkin Sidiq Xitoy nima uchun Uyg'urlarni hozir yo'qotmoqchi bo'ladi degan temada. Doktor Rishad Abbas apandi bo'lsa, Amerika Xitoyning hozirgi besim siyosatiga qarata nimalarni qilmoqda temasida doklad berdi. Ondan boshqa 10 dan ortiq ziyoli ilmiy doklad berdi. Faoliyat Tokiodagi bir muzeyning zalida o'tkazilgan bo'lib, mazkur muzeyning mudiri so'zlagan so'zida Yaponliklarning Uyg'urlarga yordam qilishining insoniy burch ekanligini ta'kidladi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili Ilhom Mahmud ikki Uyg'ur ziyolisini Yaponiya Nuruz akademiyasining taklif qilganligini, Yaponiyadagi faoliyatlarni uyushtirishdagi maqsadning Xitoyning zulmiga qarshi turish, xalqaro jamiyatning qo'llashini qo'lga keltirish hamda o'zaro birlik barobarlik asosida Uyg'ur jamoati orasidagi qarindoshlik, mehr muhabbatini kuchaytirishdan iborat ekanligini bildirdi. Nuruz Parijda so'z bo'lib, yangi kun, tunji bahor kuni, yangi yil kuni degan ma'nolarni bildirdi. Uyg'urlarda Nuruz bayrami boshqa turkiy xalqlarga o'xshash har yili 21 mart kuni o'tkaziladi. Nuruz milodiya kalendari bo'yicha kecha bilan kunduzning tanglashadigan 3-oyning 21 kunidan 23 kunigacha bo'lgan vaqtni ko'rsatadi. Uyg'ur urf-odatlari degan kitobda qayd qilingan Nuruz bayrami haqidagi rivoyatlarga asoslanganda, Nuruz bayramining islom dinida burun millat bayrami sifatida mavjud ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. 1000 yildan ortiq vaqtdan buyon dinning cheklamasiga uchirmay, uzilib qolmay davomlashib kelayotganligi dal Nuruz bayramining ilg'orligining namoyandasi. Agar bu bayramda ilg'orlik bo'lmagan bo'lsa, bugungacha yetib kelmaydi. Yituk olim Mahmud Qashqari Turk Tilla Divani nomli asrida yangi kundan keyingi tunji bahor oyini o'g'loq oy deydi. Uningdan keyingi oy ulug' o'g'loq oy deyiladi. Chunki bu oyda o'g'loqlar cho'ngiydi, insonlar va jonliqlar Navruz bilan jonlanadi. Navruz jahon baxt saodatining onasi, barakat va xushallikning manbasidir. Bu sababdan kishilar bir-biriga ko'ngillarini ifodalab, saxiylarcha xushallikni namoyon qiladi deb yozgan. Qadimki an'analardan qaraganda bu bayramning vaqti 15 kun atrofida bo'ladi ekan. Hozir ba'zi joylarda 3 kun atrofida xotirlanadi. Nuruz bayramining yetib kelishi zimiston qish tugab,
tabiat qishliq uyqudan uyg'ongan. Qar muz va to'nglar erib, etiz va eriq o'stanlarda sular shildirlab eqishga boshlagan. Dal-daraxt, gul-giyohlar ko'kirib, chechaklashga boshlagan. Dehqonlar atiyozliq terilg'uga kirishadigan go'zal bahor faslining yetib kelganligidan derak beradi. No'ruz bayrami kishilarni inoqlik, barobarlik, islomiy, milliy qarindoshlikka undaydigan bayram bo'lib, burunlarda ota-bobolarimiz No'ruz kunida cho'ng dash qazonlarni esib, har kim qudratiga yarasha topqinni shu qozonga selib, No'ruz ish tayyorlab, boy namrat birga yeb, barobar va qarindoshlarcha No'ruzni tabriklab kelgan. No'ruz ishi yeyilib bo'lgandan keyin yurt oqsoqoli yoki yurt imomining boshlashi bilan kishilar yangi yilning barakatli bo'lishini, yurtning tinch osoyishligini hamda o'zining shaxsiy tilaklarini Allohdan tilashadi. Duodan keyin yurt cho'nglari boshchiligida No'ruzlik faoliyatlar boshlanadi. No'ruz kuni shoirlar No'ruzlik she'r o'qib, yoshlar o'g'loq tortishish, ot choptirish, chelishish va undan boshqa an'anaviy o'yinlarni o'ynab, yurt mo'tivarlari va olimlar bir-biri bilan yomonlashib qolgan kishilarning orasini tuzab, kishilar orasidagi qarindoshlik va do'stlikning mustahkam bo'lishini saqlaydi. Bu nuqtada No'ruz ham an'anaviy, ham islom dinining ruhiga uyg'un bayramdir. No'ruz bayrami orqali islomga zid bo'lmagan an'anaviy urf-odatlarimizni saqlab qolamiz hamda yuksaltiramiz. Hammamizning No'ruz bayramimizga muborak bo'lsin. Ulug' Alloh har kunimizni bayramdek o'tkil nasib qilsin. No'ruz bayramingizga muborak bo'lsin. Xiyolim topdi ilhomga go'yo bir bahr ummanni. Yeşil qirg'oq yuzi gul-gul, u gullar mangzida shabnam. Qo'shar jonga yana ming jon, chekib har tongda rayhonni. Echilsa lablaring yanglig kulib, lola va ya cho'g'liq, nihojat istemak amdi yurib lali badaxshonni. Dumurat vadida ahu kiyiklar sakrishib o'ynab, solar yordimga ey dilbar seningdek kul qiramanni. Uçarlıqla qanat taqsa vichirlab jup-jupi birla, esinga alasan mu'miningdek hali perişanni. Kelay dilbar yezib jon rishtisiydin, kil tumar maxsus. Yaman ko'zlardan asrayli bu güzel baharistonni.